Assalomu alaykum barchangizga xayrli kunlar. Kunning birinchi tabrigi nasib bo'lsa qayerda? Samarqand tumani Arabxona mahallasi Ulfatlar restorani. Nasib bo'lsa bu yerda kimni tabriklaymiz? Zebiniso opamizni bugungi yubiley yoshlari munosabati bilan jondan aziz yaxshi ko'radigan farzandlari, kelinlar, kuyovlari tomonidan, nabiralari nomidan tabriklaymiz albatta. Kim bilan? Siz bilan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir-biridan go'zal bo'lgan aziz ayollarimiz, onajonlar, opajonlar, singiljonlar. Bugun mana shu go'zal bo'lgan Ulfatlar restoranida bir yaxshi insonni tabriklash uchun hamma kelgan, biz ham keldik. Bu inson Zebiniso opajonimiz. Opa, assalomu alaykum. Opa, keling bu yoqqa, keling opa, keling. Bitta qalsiy bo'lar. Xo'p, endi Zebiniso opa, avvalo sizga yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi tug'ilgan kunlar, bugungi yubileylar muborak bo'lsin. Yoshingizni aytmayman. 18. Aytsam ko'stiga. Ko'stigmasin? Xo'p, endi Zebiniso opa, men sizga savolim bo'ladi. Bugun sizni ko'pchilik tabrikladi, tabriklayapti, telefonda tinmayapti. Allohga shukr. Endi topingani hozir bizani kim chaqirib sizni xursand qilmoqchi? Kim yoki kimlar? Farzandlarim bo'lsa kerak. Farzandlarim, qizlarim Allohga shukr. Tabrik bo'lsa kerak bo'layman. Xo'p, bolalaringiz, farzandlaringiz to'ppa-to'g'ri, albatta to'ppa-to'g'ri. Ismlarini aytaman. Farzandlaringiz Asqarjon akamiz, Zarina opamiz, Zinola opamiz va albatta keliningiz Mehribon opamiz, kuyovlaringiz Bekzodjon hamda Alisher akalarimiz nomidan, barcha nabiralaringiz nomidan chin dillarimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'ling. Xo'p, endi Zebiniso opa, men sizni bolalaringiz bilan gaplashdim. Hozir boraman. Nima dey? Ayjoningizga desam aytdilarki, men opamiz bilan ko'proq gaplashdim. Opamiz aytdilarki, men va qolgan farzandlarim nomidan onajonimga birinchi o'rinda hammasi uchun rahmat dey. Onajon, sizga hammasi uchun rahmat. Bolalikdan tortib mana shu kunimizgacha bo'lgan har qanaqa vaqt, soniya, daqiqa hammasi uchun rahmat sizga. Biz mana shu dunyoda shuni anglab yetdikki, bu dunyoda bizdan baxtli inson yo'q ekan. Chunki bizni sizdek onamiz bor ekan. Ona sizni sabringiz, mehribonchiligingiz, sizni mehringiz juda kuchli. Juda. Ona, siz bizga haqiqiy o'rnaksiz. Ona, siz bizim uchun payti keldi. Yemasdan yedirdingiz, kiymasidan kiydirdingiz. Nimaiki topsangiz, nimaiki bo'lsa bolamga deb ilindingiz. O'zingizni o'ylamadingiz, faqat bolam deb yashadingiz. Bola nima xohlasa shuni qilishga harakat qildingiz. Allohga shukr, ustimiz but, qornimiz to'q. Qayerga borsak faxrlanib yurardik, chunki ota-onam yaxshi edi. Haligacha yaxshi. Otamiz joylari jannatda bo'lsin, bari eslamasak bo'lmadi. Joylari jannatda bo'lsin. Ulardan yaxshisi yo'q biz uchun.
ular eng zo'r. Har doim baxtimizga sog' bo'lsinlar, dunyo turguncha tursinlar. Har doim mana shunday yaxshi kunlari ko'pini ko'rib, quvonib, xursandchilik yursin, hech qachon yig'lamasinlar. Qayg'u chekmasinlar, faqat eng baxtli onalardan, eng baxtli ayollardan biri bo'lib yursinlar. Chunki onamizni ko'rsak, bizdan baxtlisi bo'lmaydi. Onamiz kulsa, quvonsa bizdan baxtlisi bo'lmaydi. Agar onamga bir nima bo'lsa, ko'zlarida yosh ko'rsak, bizdagi quvonchim ketadi. Biz faqatgina onam bilan bor, onam bilan yashaymiz, onam bilan birga. Nimaiki bo'lsa onam bilan birga bo'lsin deydi. Chunki bu dunyoda o'zi bitta ayriliq yetadi. Ikkinchisiga chidolmaymiz. Onam sog' bo'lsin. Onajon, har doim sog' bo'ling. Bolalaringiz juda yaxshi ko'radi, juda yaxshi ko'radi. Hozir mana bu chiroyli gul onajon siz uchun bo'ladi. Bitta qarsak bilan gullar qo'yib bo'lsin. Onajon, hozir agar mayli sizga bitta chiroyli satrlarimiz bor o'qib bersam maylimi ona? Onajon, har doim sog' bo'ling. Sizni hurmat qiladigan bolalaringiz baxtiga siz ham sog' bo'ling. Siz yaxshi ko'radigan bolalaringiz ham sizni baxtingizga sog' bo'lsinlar. Inshaalloh. Onajon. Akam tog'im doim suyanchim. Buni singlim uyimning naqshi. Otam quyosh hammasidan ham. Mening onam hammadan yaxshi. Onasi yo'q qalbi yaralar. Onasi bor baxtli sanalar. Xafa bo'lmay qolgan onalar, mening onam hammadan yaxshi. Borim meni shu tor xonadon, hech narsam yo'q shu tor xonada. Ammo omad kelgan onadan, mening onam hammadan yaxshi. Shukr qiling iymon ahli siz. Baxtli bo'ling, shunga haqlisiz. Akam, singlim man qanday baxtlimiz. Mening onam hammadan yaxshi. Siz farzandlaringiz juda baxtli. Chunki yaxshi onajonlari bor. Yaxshi kunlarda, yomon kunlarda, yiqilganlarida, salgina tushkuniga tushganlarda ko'ngillari ko'taradigan, "Mayoningdaman bolam" deydigan, har doim oltin duolari bilan farzandlarini qo'llab-quvvatlab turadigan siz bor onajon. Sizdan boshqa nima kerak bolalaringizga? Boylik ham bir kun o'tadi ketadi. Hamma narsa o'tib ketadi, lekin onani yo'qotsak, kim topolmaymiz ona. Ona, bolalaringiz bugun hammasi uchun rahmat deganlarida qolgan, bilib bilmasdan xafa qilganlarimiz uchun, ranjitganlarimiz uchun, bebosh, beg'ubor bolalikdek qilgan ayrim sho'xliklarimiz uchun onam bizani kechiring deydi. Chunki biz ham bir bandadir, biz ham xato qilamiz, biz ham sizni ranjitgan payt kelganda uzr so'rolmaganmiz, lekin baribir yaxshi ko'rgansiz, bolam degansiz, o'shaning uchun uzr deydi. Onajon, sizga rahmat hammasi uchun. Rahmat, sog' bo'lsin, barchalarga joyi bo'sh, mustaqil bo'lsin. Rahmat onajon, xo'p bo'lmasa, ona bitta mana shu tortimizni ham o'chirib berasiz. Albatta, bugungi yubileylar muborak bo'lsin. Zebrisi onajonim
har doim sog' salomat bo'ling. Boringizga shukr deymiz. Endi sizga hozir mikrofon bersam, bitta mana shu bolalaringizga o'zingiz rahmatingizni aytasizmi onajon, maylimi? Dugonajonlar, avvalambor hammangizga rahmat, xush kelibsizlar. Iloyim hamma biza mana shunday chiroyli yoshlarga yetib, balalig'iga ardog'ida, yaxshi kunlarda bosh bo'lib yuraylik. Iloyim Allohim hamma bizga sog'lik, salomatlik bersin. Qolganimizni faqat yaxshi kunlarda o'tkazaylik. Mani balalarim bugun mana shunday chiroyli tilaklar bilan tabrik etdilar. Hammalariga kattadan katta rahmat. Allohim menga shunday farzandlar bergani uchun men juda minnatdorman. Iloyim sizlar baxti butun bo'lsin. Sizlarni baxtini ko'rib yashashlik meni ham nasib aylasin. Sizlarga ham katta rahmat yigitlar. Ishlaringizni omadini bersin. Faqat yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Mayli, keling. Buvijonim, tili shirin novotday, nolimaydi hayotdan. Meni tanir uzoqdan, buvijonim sog' bo'ling. Bolamning bolasidek, ko'zimning qorasidek, yurar doim g'amim deb, buvijonim sog' bo'ling. Biram nurli ko'zingiz, biram turli yuzingiz, ming bor ma'no so'zingiz, buvijonim sog' bo'ling. Nana tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Iloyim yuzlari kiring. Gözleringiz sehrli, sözleringiz mehrli, onajonim yolunda parvonasiz, hayotda yagonasiz, shu kunga keldi bolangiz Muhammadjon, tabriklayman, iloyim yuzlari kiring, kasal bo'lmang, men katta bo'lsam sizni hajga olib boraman. Rahmat albatta. Gapirish mumkin emas. Zo'r, bravo. Bolalarimiz sog' bo'lsinlar. Qarang, shu bolajonlar sizni shu darajada hurmat qilib yaxshi ko'rar ekanlar. Buni gaplaridan sezdik, ma'lum. Xo'p. Keling onajonim, keling. Assalomu alaykum. Kimlar bo'lasiz? Sinfdoshim, qarindoshim. Ha. Har tomonlama eng yaqinidek-da. Rahmat. Assalomu alaykum. Yana hurmatli sinfdoshlarim, sizlarni ko'rgandan xursandman. Iloyim yuzlari kiraylik, bachalarimizni huzur halovatini ko'raylik sog'lik bilan. Dunyomiz tinch bo'lsin. Dugonam, men qadrdonim, sinfdoshim, partada birga o'tirgan. Iloyim yuzlari kiring, katta hajlarga ketish. Nima deyapsiz, deyapsiz. Bachalar boshimizda sog' yuring, salomat yuring. Sizlarga ham sog'lik tilayman, uzoq umr tilayman. Sog' bo'linglar hammalaringiz. Ko'rganimdan xursandman. Sovg'a mayli gapirasizmi yo berib keyin gapirasizmi? Gapiradilar. Marhamat, gapiring. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar uzoqdan kelibsiz. Bolalarim, xush kelibsizlar. Bugunjonlarim, sizlar ham sog' salomat bo'linglar. Mana butun bu yerga yig'ilishimizdan maqsad bizlar uchun eng qadrli bo'lgan inson. Bolaligimizdan ko'zimizni shunday ochgandan qo'shdi bo'lgan bizlar hammamiz. Yana sinfdoshlar bizlar. Dugonalar har oyda o'tirib turamiz. Bizlarni qadrdonimiz, mehribon dugonajonimiz, sabr toqatda tengi yo'q inson, mehribon, yuzida faqat nur topib turadigan dugonajonimiz, xo'jonamiz, Zebirniso dugonajonimizni mana bugungi 60 yoshlik tavallud ayyomi bilan, yubiley bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Mana shu yerda o'tirgan dugonalarimiz nomidan, kelolmagan dugonalarimiz nomidan, oilalarimiz nomidan
Dugonajonimni tabriklayman. Sana sog'lik, salomatlik, uzundan uzoq umr tilaymiz. Hayotda hamma narsa bo'ladi odamzodda. Undan sabr bilan o'tib ketish kerak. Lekin bu dugonamiz hamma narsadan sabr, toqat bilan o'tib ketdi. Mana shunday farzandlarni tarbiya qildi. Orada yo'qotishlar bo'ldi, o'tganlarni Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Hammasiga sabr, toqat bilan erishdi. Ilohi bundan keyingi hayoti ham judayam chiroyli bo'lsin. Faqat farzandlaring ham, nevaralar ardog'ida bugun o'zi havasim kelib ketdi. Mana nevarachalar tabrigi uchun bu baxt. Mana bu nevaralarni bunaqa chiroyli tabrigi onalar uchun baxt bu. Doimo mana shunday sog' bo'l, salomat bo'lgining, umring uzoq bo'lsin. Xonadoningdan hech qachon mana do'stlar qatorida, dugonalar qatorida hech kim o'rni yo'qolmasin, kamaymasin. Faqat hammangiz dugonajonlarim xush kelibsizlar hammangiz. Mana bu hammamiz uchun bizlar pensiyadagi qariyalar, lekin ko'nglimiz yosh bizlar. Aytiblar sabr qil. 18 plus bizlar hammamiz. Rahmat dugonjonim, sog' bo'l, yana tabriklayman. Mana bu yerda kamgina arzimaz sovg'amiz. Yaxshi kunlar ekan. Rahmat sizlarga. Bu yerda albatta chiroyli gul hamda bu kamerni ichida nima bor bilmadim. Menimcha vitamin D eng zo'r dori deydi. Mana sog' bo'linglar. Lekin men haqiqatda qoyil qoldim. Qariyali deganda hamma deyishdi. Ko'ngil yosh ekan. Lekin haqiqatda yosh ko'rmasin, ko'z tegmasin. Zebijonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Alloh bergan umri o'ynab kulib, bachalaringiz davrida, nevara chevaralar davrida iloyim, mana shu nevara chevaralari to'yini ko'ring. Birgalikda bizlar aytsangiz, tok kasr chalamiz, bir ketamiz. 80 ga ketsak ham, 100 ga ketsak ham. Meni ketirganlar, nevaralari, kelinlarni ketirganlar. Sunnat to'yi demayapman. Albatta, faqat yaxshi kuningiz bo'lsin, sog' bo'ling, dunyomiz tinch bo'lsin. Xush kelibsizlar. Sizlar ham xush kelibsizlar. Hozir to'xtanglar. Bo'lmasa bitta xayrlashamiz. Ya hali xayrlashmaymiz-ku, hali bor-ku. Bitta rasmga olamiz, keyin davom ettiramiz. Sen
sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda, quvonchli kunlarda ilohim ko'rishish siz bizga nasib bo'lsin. Sog' bo'linglar, rahmat onajon. Eng kamida rahmat, yuzbahorni ko'ring. Yuzbahorni ko'ring. Chunki ota uchun ham yashashingiz kerak-da. Bolalaringizni vaqtiga. Sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Sizlar ham Rahmat.